aka, mana va'da qilganimizdek, suhbatimiz davomida bemorlarni qiziqtirayotgan savollarga javoblar topyapmiz. Shu savollardan yana bir qiziqtirgan savollari ko'pchilikni qiynayotgan bemorlarimizni bo'g'im kasalliklari qay tarzda paydo bo'ladi? Nimadan kelib chiqadi? Ularni qanday asrash mumkin va shifokorga qachon va qay tarzda murojaat qilish kerak? Savol uchun rahmat. Bu savolingizni kichkina qilib berdingiz, lekin bunga kunlab gapirsak ham vaqt yetmaydi. Asosiy joylarni aytib o'tamiz. Birinchi galda bo'g'im kasalliklarining sababi tashqi muhit va ichki muhitga bog'liq. Keyin shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, ayollarda erkaklarda farq qiladi ozgina bo'g'im kasalliklari paydo bo'lishi. Sababi bilamiz, ayollarda 40 yoshdan keyin gormonal fon o'zgarishi, klimaks o'zgarishlar bo'ladi. O'shaning uchun ko'p ayollarimizda bo'g'imda, belda, suyak tizimida og'riqlar boshlanadi. Uning asosiy sababi shu gormon o'zgarishi hamda klimaksdan keyingi osteopeniya, osteoporoz va shuning hisobiga bo'g'imlarning tog'ay qismining yupqalashishi hamda ularning sinuvchan bo'lishi hamda bo'g'im kasalliklari rivojlanadi. Undan tashqari hozirgi hammamizga tavsiya suyak bo'g'imini mustahkam qilish uchun, ularni baquvvat bo'lib yurish uchun, ertaga har xil jarrohlik amaliyotlariga borishni oldini olish uchun birinchi galda tana vaznimizni nazorat qilish kerak. Yana shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, tana vazni kichkinalashishi har bir bo'g'imga og'irlikni tushishini tasdiqlanadi. Masalan, bel qismiga birinchi bo'lib tushadi asosiy og'irlik, keyin chanoq son bo'g'imiga tushadi og'irlik, keyin tizzaga. Shuning hisobiga belda, chanoq son bo'g'imida, tizzada birinchi bo'lib muammolar boshlanadi. Bulardan tashqari yana qo'shimcha kasalligi bor bemorlarda bo'lishi mumkin. Masalan, aytamiz bo'g'im yallig'lanishi kasalliklari, masalan revmatologiya sohasida surunkirali shu ko'p yildan beri yallig'lanish kasali bo'lgan hisobiga bo'g'imda muammolar boshlanadi. Keyin aytishimiz mumkin, masalan misol uchun shu bo'qoqda deymiz, bo'qoqdagi ishlab chiqarilgan gormonlarning faoliyati buzilishi barcha suyak tizimidagi kuchsizlanishga olib kelishi mumkin va shunga o'xshagan kasalliklar juda ko'p. Agar hammasini bir sanab o'tsak vaqtimiz yetmaydi. Asosiy shularga e'tibor beriladi. Bobur aka, mana kuzatuvchilarimizdan yana bitta savol tushgan. Minsk jarohati haqida ko'pchilik bilmaydi. Aslida u qanday kasallik va nimadan paydo bo'ladi? Bu savolga quyidagicha javob bergan bo'lardim. Bilamizki, bo'g'im tashkil qilinganda u yerda tog'ay qismi, bog'lam qismlari ishtirok etadi. Minsk ham shu tog'ay va bog'lam qismlariga kiradi va uning jarohatlanishi har xil bo'lishi mumkin. Kimdir sportdan keyingi jarohat bo'lishi mumkin, undan keyin noqulay harakatdan bo'lishi mumkin, kimdir avtotravmadan keyin bo'lishi mumkin. Endi bu taxminiy asosiy sabablari. Endi Minsk jarohatlanganda uni turiga qarab, qaysi tomoni uzilganiga qarab davolanadi. Agar minsklar to'liq uzilgan bo'lsa, agar u bezovta qilayotgan bo'lsa, agar uzilgan bemorni yoshi misol uchun shu aktiv paytgacha bo'lsa, misol uchun 40-45 yoshgacha bo'lsa, unda bemorni kichik jarrohlik amaliyotlari bilan muolaja qilinadi. Agar bemorda qisman jarohatlanish bo'lsa, agar uni bezovta qilmasa, konservativ usul bilan ham davolasa bo'ladi. Uni kasallikni ma'lum bir tekshirishlardan keyin, aniq tashxis qo'yilgandan keyin aniq javob berish mumkin. Bobur aka, kuzatuvchilarimiz tomonidan bir savol qayta kelyapti va sizga shu savolni bermoqchiman. Ko'k satroz va aseptik nekrozning asosiy farqlari nimada? Yaxshi savol bo'pti. Menga ham juda ko'p bu savolni berishadi bemorlarimiz. Asosan bu kasalliklarni oddiyroq usulda, xalqimiz tushunadigan tilda aytib o'tamiz. Asosiy ikkala kasallik ham bitta bo'g'imda uchraydi. Ya'ni bu chanoq son bo'g'imining muammosi, uning og'rig'i, harakat cheklanishi, keyinchalik kalta bo'lishi bu ko'k satrozda ham bo'lishi mumkin, aseptik nekrozda ham bo'lishi mumkin. Klinik kechishi umumiy klinikasi bir xilda kechishi mumkin. Lekin buni aslida bu ikki xil kasallik hisoblanadi. Ko'ksa artroz degani bu asosan chanoq son bo'g'ini boshchasining ustida tog'ay qismi bo'ladi va bu tashqi tog'ay qismining yupqalanishidan
kelib sekin yemirilish kelib chiqadi. Asset nekrozda bo'lsa bu bo'g'im ichida, ya'ni chanoq bo'g'ini boshchasini ichkaridan suyining ichidan yemirilib tog'ay qismini jarohatlaydi. Farqi shunda asosan. Asosiy farqlarni aytib o'tdingiz. Men o'ylaymanki, ushbu savollaringizga javoblarni bemorlarimiz o'ziga kerakli maslahatlarni sifatida qabul qilishadi hamda ushbu kasalliklarga uchramaslik uchun oldinroq harakat qiladigan umiddamiz.